Assalamu alaikum, hörmətli əziz qarindoshlar. Mən Tahirmin Uyg'uriya. Bugun sizlar bilan Uyg'ur ruhining 2-son programmasida Uyg'ur ruhining yadroliq qismi Uyg'ur uchun ziyonli ish qilmaslik, ya'ni Uyg'urga qarshi yolg'on uchur tarqatmaslik degan temada o'ylaganlarimni o'rtoqlashmoqchiman. 2019 yil oxirida Fransiya agentligi France 24 Uyg'urlar haqidagi yolg'on uchurlar Uyg'urlarning dard azobiga, harakatiga ig'ir ta'sir yetkazmoqda degan nomda maqola e'lon qildi. Maqolada deyilishicha, Germaniyaning ma'lum to'rbekida tarqalgan Uyg'ur deb qaralgan, amaliyotda Uyg'ur emas, 3 indoneziyalikning urilgan videosi torda jami 200 ming qadamdan ortiq ko'rilgan bo'lib, nurg'un kishilar keyin bu videoning Uyg'ur emasligini, bu videoni tarqatuvchilarningki Uyg'ur uchun ziyonli ish qilayotganligini deb, Uyg'ur davosi uchun yolg'onchilikdan iborat ma'lum bir omilning ziyon keltirayotganligini axborot sohasiga bildirgan. Axborot sohasida hozir Uyg'ur va Xitoydan iborat cho'ng ikki gavda o'tirsida keskin raqobat talish bo'layotgan bir paytda Uyg'urlarning o'z akkauntlarida, social media akkauntlarida Uyg'urga tava bo'lmagan uchurlarni, video, rasmlarni Uyg'ur deb taqtishi bo'libmi, Uyg'urni kuzatayotgan akademik, media va hukumat tashkilotlarininki o'zgacha diqqatiga sazovor bo'lgan va bu nima uchun shunday bo'ladi? Bu Uyg'urlar buni nima uchun o'ylanmaydi degan bir yerga savol tashlagan. 2019 yil oxirida hammalarning xabari bo'lgandek, Xitoy Kompartiyasi Uyg'urlarning dard azobining, Uyg'urlarning ovozining butun dunyo bo'ylab anglishidan keyin Xitoy butun barliq amallarini, mablag'larini, odamlarni tashviqot vositalarini ishqilib turib, Uyg'urlarga qarshi keng ko'lamli urush boshladi. Bu urushda Uyg'urlarning tashkilotlari, media axborot vositalari aktiv javob qaytarib kelmoqda. Shu sababdan Xitoy davomli disinformation, Uyg'urlar haqida yolg'on uchur tarqatishga iborat usullarni davomli qo'llanib, yaqinda yana vatandan 5 Uyg'ur Xotanda ko'mir ustida o'lib ketdi degan videolarni tarqatdi. Uyg'ur agentligininki tekshirishga asoslanganda bu video Uyg'urlarga oid emas. Neticede biz nurg'un faktlar orqali bu videoninki bundan bir necha yil burun Xitoyning ichki o'lkalarida sodir bo'lgan voqea ekanligini payqadik. Bu yillardan beri, bo'libmi yaqin vaqtdan beri Uyg'ur nomi taqalgan bir qism saxta videolarga faqat birli shakli, birli xil ifodalanishi. Uyg'ur uchun yomonlik ish qilish uchun alayda yomon niyat ketmaydi. Faqat shaxsiyatchi, aldirang'u, nadan bo'lganda Uyg'urlar uchun ham cho'ng ziyon qilishi mumkin. Bu nadonlik texnikini bilmaslik, axborotning manbasini selishtirmaslik, bu rasm, bu video qayerdan kelgan, buni tekshirmaslikda ham tipik ifodalandi. Bu yolg'on uchurlarni taqob o'tirish uchun Uyg'ur agentligi yaqinda fact checking group, yolg'on uchurlarni, rost uchurlarni farqlantirish guruhi qurib chiqdi. Bu guruhda biz rasmlarni, videolarni zodi Uyg'urga mansubmi yo'qmi, buni aniqlaymiz. Agar qarindoshlar o'zi uchirgan video rasmlarniki Uyg'ur davosiga ziyonliq bo'lmay turib payliq bo'lishini istasa, vatanda o'layotgan, qirg'in qilayotgan qarindoshlarimizning azobini paket orqali, rostchilik orqali anglitishni istasa, yillardan beri qilayotgan kurashlarimizningki xalqaro rostchil aynan anglinishini istasa, o'shada cho'qim har bir qilayotgan ishiga mas'uliyatchilik bilan muomala qilishi lozim va qat'iy zarur bo'ladi. Shunga men barliq aziz qarindoshlarimizga bundan keyingi ushur paketlarda biz bilan hamkorlashishini, agar bu paket uchurlarni o'zligidan izlab boqman desa, o'chada tinaya.com to'rbitiga kirib, u yerdan izlab boqishni umid qilaman. Bizningki social media akkauntlarimizga so'z qoldirish orqali yoki uyg'urtimes@gmail.com ga xat yozish orqali o'zingizlar egallagan uchurlarning rost yolg'onini selishtirib bera olasizlar. Qarindoshlarimizning texmo astoydil bo'lishini, Uyg'ur uchun yaxshi ish qilaman deb yomon ish qilmasligini butkul Uyg'urniki davosida bo'lib xalqarada biz uchun foydasiz bir omilniki kelib chiqmasligini umid qilaman. Chunki bizga Uyg'ur davosini yetkazilganga yetarli paket uchurlar yetib oshdi. Xalqaro axborot vositalari, mustaqil tashkiliy organlari, tadqiqot organlari biz uchun paketlarni ta'minlayapti. Biz shuni tushuntirish, tartish bilanmi ko'p ishlarni qila olamiz. Bizningki isbot berguchi, guvohlik berguchimizning guvohligimi dunyo bo'ylab eng kuchli ta'sir qo'zg'aydigan muhim omillardan biri. Anlıqlar üçün köp rəhmət.
keyingi sonimizda Uyg'ur rohining 3-qismini ko'rishaylik. Xayr, xushvaqt bo'linglar.